Assalomu alaykum. Efirda Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi hamda Qashqadaryo viloyati teleradio kompaniyasi bilan hamkorlikda tayyorlanayotgan osoyishtalik ortida informatsion dasturi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi mas'ullari tomonidan Dehqonobod tumanida mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish bo'yicha o'rganishlar olib bordi. Kriminogen vaziyatni jilovlash, jamoat tartibini saqlash, mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish, qizil toifadagi mahallalarda profilaktik tadbirlarni yanada jadallashtirish, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etishda amaliy yordam ko'rsatish maqsadida viloyat ichki ishlar boshqarmasi ishchi guruhi Dehqonobod tumanida bo'ldi. Tumandagi aholi gavjum joylarga, bozorlar, ko'ngilochar maskanlarga o'rnatilgan 12 ta yuzdan tanib oluvchi video kameralar, ko'p qavatli uylardagi 14 ta domofonlar, aholi gavjum joylarga o'rnatilgan 2 ta tashvish tugmalarining ishchi holati o'rganilib, boshqarma tezkor vaziyatlar markaziga tuman ichki ishlar bo'limi va profilaktika inspektoriga integratsiya qilish ishlarini jadallashtirish, namunali ko'cha, namunali yo'laklarni yaratish ishlariga e'tibor qaratildi. Tumanda osoyishtalikni ta'minlash, jinoyatlarni oldini olishda nazoratdagi va jinoyat sodir etishga moyil shaxslarni individual o'rgangan holda ijtimoiy moslashuvga yo'riqnomalar berildi. Jumladan, ishchi guruh tumandagi Do'stlik mahallasi yettiligining jinoyatchilikni oldini olish borasidagi ishlari tahlil etildi. Mahalladagi aholi gavjum to'planadigan 60 ga yaqin joylarda yuzni va raqamni aniqlovchi kameralar ishlash jarayoni, 100 ta xonadonlar pultlarga ulandi. Qo'lga olish guruhining tezkorligi sinovdan o'tkazildi. Mahallada fuqarolar bandligini ta'minlash uchun tomorqa madaniyati va undan foydalanish borasidagi ishlar ham o'rganildi. Xonadonlarda tomorqada ekilgan tumanning asosiy yetishtiradigan kovrak mahsulotini yetishtirish jarayoni, undan olinadigan daromad haqida suhbatlashildi. O'rganishlarda aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash borasida amalga oshirilgan ishlar viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i huzurida tuman ichki ishlar bo'limida rahbarlar va sohaviy xizmatlar xodimlari ishtirokida bo'lib o'tgan yig'ilishda tanqidiy tahlil etilib, xavfsiz muhit va osoyishta hayotga zamin yaratish, jamoat tartibini saqlash, kriminogen vaziyatni jilovlash borasida mas'ullarga aniq vazifalar yuklatildi. Dehqonobod tumanida xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbiri doirasida tungi xizmatga chiqayotgan xodimlarga yo'riqnoma berildi. Dehqonobod tumanida fuqarolar tinchligi va osoyishtaligi, mol-mulk daxlsizligini ta'minlash, huquqbuzarliklar va jinoyatlarni oldini olish, barcha turdagi qonunbuzarliklarni barvaqt aniqlash maqsadida tungi xizmatga jalb etilgan ichki ishlar organlari sohaviy xizmatlari va qo'riqlash xizmat xodimlariga kechki xizmat oldi yo'riqnoma berildi. Tungi xizmat davomida ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan tumanda o'tkazilayotgan xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbiri doirasida 5 nafar fuqaro yonida o'tkir tig'li jism olib yurgani aniqlanib, O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 185 moddasi birinchi qismiga asosan to'plangan hujjatlar chora ko'rish uchun sudga yuborildi. Shu bilan birga tungi xizmat davomida voyaga yetmagan shaxsning nazoratsiz choyxonada bo'lganligi holati ham aniqlanib, choyxona egasiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 188 moddasi bilan ma'muriy bayonnoma tuzildi. Jarayonda Chashma Imron mahallasida yashovchi fuqaro Bakirov uyda bir dona ov qurolini saqlab kelayotganligi aniqlanib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 248-moddasi birinchi qismi bilan Oydin yo'l mahallasida yashovchi fuqaro esa qo'shmachilik jinoyatini sodir etgani fosh etilib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 131-moddasi ikkinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbiri viloyat bo'ylab davom etmoqda. Viloyat yoshlar markazida namunali oila ko'rik tanlovi bo'lib o'tdi.
Viloyat yoshlar markazida ichki ishlar organlari xodimlari o'rtasida namunali oila ko'rik-tanlovining ilk bosqichi bo'lib o'tdi. Unda boshqarma sohaviy xizmatlari va shahar-tuman ichki ishlar bo'limlarida xizmat qilayotgan xodimlar oila a'zolari bilan ishtirok etishdi. Tanishtirish, bu mening oilam va biz kitobxon oilamiz shartlari bo'yicha o'zaro bellashuvda ishtirokchilar milliy raqs, she'r, qo'shiq, xalq o'yinlari va boshqa ijrochilik mahoratlari orqali sog'lom, namunali oilaning jihatlari, erishgan yutuqlarini namoyon etib, fotosuratdan iborat elektron oilaviy fotoalbom hamda o'zlarining jamiyatda tutgan o'rni, kasbi, sevimli mashg'uloti, o'zaro oilaviy munosabatlar, oiladagi an'ana va qadriyatlarni aks ettiruvchi videoroliki hamda o'zbek va jahon adabiyotiga hissa qo'shgan buyuk mutafakkir va adiblar qalamiga mansub kitoblarning mazmun mohiyati, g'oyasi va ahamiyati bo'yicha bilet savollariga javob berishdi. Bo'lib o'tgan tanlovda barcha shartlarni a'lo darajada bajargan Yakkabog' tuman ichki ishlar bo'limi profilaktika inspektori mayor Bahodir Rajabov oilasi g'oliblikni qo'lga kiritib, birinchi darajali diplom va pul mukofoti bilan taqdirlandi hamda musobaqaning respublika bosqichida ishtirok etish uchun imkoniyatga ega bo'ldi. Navbatdagi o'rinlarni esa Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi katta tezkor vakili mayor Jamshid Mirzayev va Kasbi tumani ichki ishlar bo'limi profilaktika inspektori kapitan Otabek Qorayev band etib, ikkinchi va uchinchi darajali diplom va pul mukofoti bilan taqdirlandi. Ichki ishlar vazirligiga biriktirilgan Kitob tumanidagi 35-sonli maktabning yuqori sinf o'quvchilari o'rtasida voleybol bo'yicha Ichki ishlar vaziri kubogi musobaqalarining saralash bosqichi bo'lib o'tdi. Mamlakatimizda sportni yanada ommalashtirish maqsadida uyushmagan yoshlar sportga jalb etilib, ularning imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga xizmat qilmoqda. Jumladan, yoshlar o'rtasida voleybol bo'yicha Ichki ishlar vaziri kubogi musobaqalari viloyatimizda ham jadal davom etmoqda. Xususan, Ichki ishlar vazirligi otalig'iga olingan Kitob tumanidagi 35-maktabda ham yuqori sinf o'quvchilari o'rtasida musobaqaning saralash bosqichi bo'lib o'tdi. Tadbirni Ichki ishlar vazirligi mas'ul xodimi ochib, musobaqa ishtirokchilariga omad tiladi. Qizg'in va murosasiz kechgan bahslarda yuqori sinf o'quvchilaridan iborat 5 ta jamoa bor mahorat va tajribalarni ishga solib, g'oliblik uchun kurashdilar. Musobaqa natijalariga ko'ra, maktabning 9-sinf o'quvchilari mutlaq g'oliblikni qo'lga kiritdi. 2-o'rinni 10-sinf o'quvchilari, 3-o'rinni esa 8-sinf o'quvchilaridan iborat jamoalar qo'lga kiritdi. G'olib jamoalar Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasining diplom va qimmatbaho sovg'alari bilan taqdirlandilar. Ular endilikda musobaqaning keyingi bosqichida ishtirok etadi. Umra ziyoratiga yuborishni aytib, evaziga 1200 AQSh dollari pullarni talab qilib, 10 million so'm miqdordagi pullarni olgan firibgar tadbir ishtirokchilari tomonidan ushlandi. Yurtimizda fuqarolar uchun diniy e'tiqod va odatlar hamda haj va umra amallarini bajarish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Shunday bo'lsa-da, ayrim shaxslar mo'may daromad topish ilinjida fuqarolarni umra amallarini bajarishiga ko'maklashish maqsadida o'zini sayohat firmasi rahbari yoki rasmiy vakili sifatida ko'rsatib, fuqarolarning ishonchiga kirmoqda. Oqibatda esa ularning pullarini o'zlashtirib, chuv tushirmoqda. Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor xodimlari va boshqa huquq muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan 2025-yilning 14-aprel kuni Qarshi shahri hududida o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbiri davomida Qarshi shahar Islom Karimov ko'chasida joylashgan aviakassada ishlovchi Farmonov Akmal Baxtiyorovich va boshqa fuqarolar Anvarovani aldab, uning yaqin qarindoshlarini umra ziyoratiga yuborishni aytib, evaziga 1200 AQSh dollari pullarini talab qilib, talab qilingan pullardan 10 million so'm pulini olgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan ushlandi. Farmonov Akmal Baxtiyorovich 1986-yilda tug'ilgan. Millat o'zbek, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi. Ma'lumoti o'rta, muqaddam sudlangan. Oilali Baxtiyorov va Xoldoroy mas'uliyati cheklangan jamiyati aviakassasi rahbari. Qarshi shahri temir yo'lchi mahallasida yashaydi. Men Farmonov Akmal Baxtiyorovich aviakassa rahbari bo'lib ishlab kelaman 5-martadan beri. Umra safarida mijozimiz bilan gaplashib, 5-10 suhbat o'tkazib ishdan ketdik. Hajga jo'natish to'liq vakolatim yo'q. 14-kuni men Toshkentdalik paytim shogirdim telefon orqali mijozlar bilan gaplashib umra safarini pulini olganda tadbirga tushib qoldik.
Umra safarini qonuniy yo'llar bilan jo'natishlarini so'raymiz. Shuni yetdik, noqonuniy ish qilganimizda uzrimizni so'raymiz. Ikkinchi bir narsa takrorlanmaydi. Litsenziyasi bor tashkilotlarga jo'natishlarini so'raymiz. Serobov Alisherjon Zafarovli 2003-yilda tug'ilgan, millati o'zbek, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi, ma'lumoti oliy, muqaddam sudlanmagan, oilali, baxtiyor va Xoldoroy, mas'uliyati cheklangan jamiyat aviakassasining ishchisi, Qarshi shahri Xo'ja Xiyol mahallasida yashaydi. Ular Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 12-oktyabrdagi 668-sonli qaroriga zid ravishda fuqarolarni noqonuniy umra safariga yuborib kelganligi aniqlandi va mazkur holat yuzasidan fuqaro Farmonov Akmal Baxtiyorovich va boshqa shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 118-moddasi 2-qism B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Ushbu shaxslardan jabrlangan fuqarolarimizdan Qarshi shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limiga yoki viloyat ichki ishlar boshqarmasining 102 qisqa raqamiga murojaat qilishlarini so'raymiz. Islom dinining muqaddas amallari, haj va umraga borish har bir musulmonning orzusi. Bu farzni amalga oshirish uchun fuqarolar yillar davomida misqollab mablag' yig'adi. Ammo ayrim shaxslar fuqarolarning bu maqsaddan o'z manfaati yo'lida foydalanmoqda. Firibgarlar fuqarolarni Saudiya Arabistoniga sayohat bahonasida olib borib, ularga umra amallarini amalga oshirishga yetarlicha sharoit yaratib bermasdan sarson qilib qiyinchiliklarga duch kelishiga sababchi bo'lmoqda. Jumladan Qarshi shahrida yashovchi fuqaro viloyat ichki ishlar boshqarmasiga ariza bilan murojaat qilib, Chiroqchi tumanida yashovchi Avlayorov Sevinchbek Toshpo'lat o'g'li bilan Qarshi shahrida yashovchi Qodirov Mirzohid Temirovich uning yaqin qarindoshlarini umra ziyoratiga yuborishni va'da qilib, oldindan 300 AQSh dollari pul berishni talab qilayotganini bildirgan. Holat yuzasidan viloyat ichki ishlar boshqarmasi tezkor xodimlari hamda huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda Qodirov Mirzohid Temirovich tanishi Sevinchbek Avliyorov aytgan 3.900.000 so'm pullarni olgan vaqtida ushlandi. Qodirov Mirzohid Temirovich 1975-yilda Qarshi shahrida tug'ilgan, millati o'zbek, ma'lumoti o'rta maxsus, muqaddam sudlanmagan, Qarshi shahar Qo'rg'oncha mahallasida yashaydi. Avlayorov Sevinchbek Toshpo'lat o'g'li 2002-yilda Chiroqchi tumanida tug'ilgan, millati o'zbek, bo'ydoq, ma'lumoti o'rta maxsus, muqaddam sudlanmagan, Chiroqchi tumani Do'stlik mahallasida yashaydi. Bizni umra safariga jo'natishga litsenziyamiz yo'qligini bila turib, umra safariga jo'nataman dedim. Men qilgan ishimdan pushaymonman, prezidentimdan va fuqarolardan kechirim so'rayman. Sizga firibgarlarga uchrab qolmang. Agar umra safariga bormoqchi bo'lsangiz, davlat qonuniy sertifikatlangan firmalardan ketishingizni tavsiya qilaman. Ushbu shaxslardan jabrlangan fuqarolarimizdan Qarshi shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limiga yoki viloyat ichki ishlar boshqarmasining 102 qisqa raqamiga murojaat qilishlarini so'raymiz. Yana bir bor muqaddas haj va umra amallarini bajarishda Din ishlari bo'yicha qo'mitasi litsenziyasiga ega bo'lgan tur firmalarga murojaat qilishingizni eslatib o'tamiz. Viloyat hududida jamoat tartibini saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash maqsadida shahar tumanlarida kunlik 2 bosqichda 40 ta yo'nalishlarda ichki ishlar organlari xodimlari jamoatchilik vakillari bilan hamkorlikda tunu kun xizmat qilmoqda. O'tgan hafta davomida viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizlik xizmati, jamoat tartibini saqlash boshqarmasi, patrul-post xizmati batalyon xodimlari tomonidan ko'cha va jamoat joylarida bemaqsad yurgan, shubha uyg'otgan, jinoyat va huquqbuzarliklar sodir etishga moyil bo'lgan jami 1942 nafar fuqarolar, shundan mast holatda 92 nafar, tilamchilar 116 nafar, huquqbuzarlik sodir etganlar 379 nafar, ichki ishlar organlarida profilaks hisobda turuvchi 21 nafar, jinoyat sodir etganlikda gumondorlar 7 nafar, bemaqsad yurgan 1292 nafar fuqarolar shahar tuman ichki ishlar bo'limlariga olib kelindi. Viloyat hududidagi 10.134 ta obyektlar tekshirildi. Shuningdek, tungi vaqtda qarovsiz qoldirilgan 426 ta buyumlar o'z egalariga ogohlantirilib topshirildi.
viloyat hududida sodir etilgan og'ir va o'ta og'ir turdagi jinoyatlar tahlil etilganda pichoq va boshqa tig'li buyumlar orqali amalga oshirilayotgani ma'lum bo'ldi. Og'ir va o'ta og'ir turdagi jinoyatlarni oldini olish maqsadida joriy yilning o'tgan davri mobaynida patrullik xizmatlariga jalb etilgan xodimlar tomonidan o'tkazilgan tig' profilak tadbirlarida jami 269 dona xavfli buyumlar daliliy ashyo sifatida olinib, 280 nafar fuqarolarga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 185-prim 2 va 185-prim 3 moddalar bilan javobgarlikka tortilgan bo'lsa, 34 nafar shaxslar voyaga yetmaganligi uchun ularning ota-onalariga Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47-prim 1 moddasi bilan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Bilasizmi, sovuq qurolni yoki sovuq qurol sifatida foydalanishi mumkin bo'lgan ashyolarni olib yurganlik uchun qonunda qanday javobgarlik belgilangan? O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 185-prim 2 moddasiga asosan sovuq qurol sifatida foydalanishi mumkin bo'lgan ashyolarni, ularni kasbiy faoliyatda, sport faoliyatida yoki xo'jalik maishiy maqsadlarda foydalanish bilan bog'liq bo'lgan hollarda jamoat joylarida ochiq, g'ilofsiz holda olib yurish. Bazaviy hisoblash miqdorining 2 dan 1 qismidan 1 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Sovuq qurolni va sovuq qurol sifatida foydalanilishi mumkin bo'lgan ashyolarni ulardan ov qilishda, kasbiy faoliyatda, sport faoliyatida yoki xo'jalik maishiy maqsadlarda foydalanish bilan bog'liq bo'lmagan hollarda jamoat joylarida olib yurish. Xuddi shuningdek, o'zini o'zi himoya qilish maqsadida olib yurish, huquqbuzarlik ashyolarini musodara qilib yoki musodara qilmay, bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravaridan 5 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Unutmang, qonunni bilmaslik jazodan ozod etmaydi. Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilak tadbir doirasida Qarshi shahar Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tezkor xodimlari tomonidan o'tkazilgan tadbirda uyda giyohvand modda saqlab kelayotgan shaxs aniqlandi. O'tkazilgan keng qamrovli tezkor profilaktik tadbir doirasida Qarshi shahri Qarshi mahallasida yashovchi fuqaro Bahriddinovning yashash xonadoni ko'zdan kechirilganda gugurt qutiga joylangan yashil rangli o'simlik quritmasi va o'simlik urug'lari xolislar ishtirokida tegishli tartibda hujjatlashtirib olindi. Olingan o'simliklar belgilangan tartibda tekshirilganda marixuana giyohvandlik vositasi ekanligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan Qarshi shahar Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan fuqaro Bahriddinovga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat. Bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib boring.